Ko'zlar xiralashadi, oyoqlar tez-tez og'riydi. Jarohatlar bitishi uchun esa oldingidan ham ko'proq vaqt talab etiladi. Bu aynan qandli diabet kasalligining alomatlari hisoblanadi. Bugun xalq tilida sahr deya nom olgan qandli diabet kasalligi va unga qarshi samarali kurashish yo'llari haqida gaplashamiz. Bugungi mehmonimiz taniqli so'z ustasi Mirzabek Xolmedov. Siz qandli diabet kasalligi bilan tanishmisiz o'zi yaqindan? Qandli diabet kasalligi bilan tanishma. Ancha yil bo'lib qoldi, 10-15 yil bo'lib qoldi. Shale asab buzilganda yoki odam juda qattiq hayajonlanganda jahldan yoki asabdan yoki bo'lmasa uzoq vaqt taom yemasdan yoki suv ichmasdan yurganda ham chiqib ketib qolishi mumkin. Eskidan o'zbeklarda aytardi, bu boy kasal. Bunga yaxshi muomala qilmasang, hurmat qilmasang, seni behurmat qilib qiynab qo'yadi. Hozirgi kunda dunyoda 600 millionga yaqin inson aynan shunday muammolar bilan yashaydi. Qandli diabet ana shuncha odamni sog'lom hayot kechirishidan mahrum qilgan. Bu raqamlar esa yildan yilga oshib bormoqda. Oyoq qo'lim uvishadi, ko'zim xira bo'lib qolgan, unaqa yaxshi aniq ko'ra olmayman. Shirinlikka ko'proq yegim keladi, lekin uyda bolalarim, nevaralarim urishadi, sizga mumkin emas deb. Fitodiabetik damlamasining tarkibidagi mavjud komponentlar qondagi qand miqdorini me'yordan oshib ketmasligiga yordam berishi mumkin. Ushbu mahsulot Abu Ali ibn Sinoning tib qonunlarida keltirilgan retseptlar asosida tabiiy giyohlardan tayyorlangan. Zo'r narsa bu haligi shu tabobatimiz odamlar terimizga choy sovaladi, ayniqsa san'atkorlarda ko'p bo'ladi shu narsa. Choy xo'plab, xuddi shuni o'rniga giyohlar. Shu giyohlar mana masalan ichgansangiz nima desam ekan sizga, qizlarimiz, kelinlarimiz hovlilarga suv sepishib, biron bir joylarni yuvib tashlab, xuddi shunga o'xshataman. Insonning tanasidagi ortiqcha qand, chang, g'ubor yuvilgandek yuvadi. Mashinani ham muruvvatini biroz benzin yetib bormasdan g'a qilib turadi-yu, xuddi shunaqa g'larni yuvadi. Tabiiy giyohlar, tabiiy deb 71 kodi bilan 209 97 77 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Mutaxassislar mahsulot haqida yanada to'liqroq ma'lumotlarni taqdim etishadi. Yetkazib berish xizmati esa mutlaqo bepul. Fitodiabetik choyining Instagramdagi sahifasiga kirsangiz, Mirzabek Xolmedov kabi yana ko'plab yurtdoshlarimizning ushbu mahsulot haqidagi fikrlarini tinglashingiz mumkin bo'ladi. Mahsulot to'plamida qondagi qand miqdorini o'lchash moslamasi ham mavjud. Bu degani siz istalgan paytda uy sharoitida qand miqdori qay darajada ekanidan ham xabardor bo'lib turasiz. Qolaversa, bu mahsulotni iste'mol qilganingizdan keyin o'zingizdagi o'zgarishlarni ham kuzatib borish imkonini beradi. Hoziroq 71 kodi bilan 209 97 77 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Mahsulot uyingizgacha yetkazib beriladi.